Sotuvda 2024-yilda ishlab chiqarilgan Belarus 82 texnikasini qo'yib chiqaraveramiz. Videoga podpishka uchun like bosib qo'yasizlar. Shu texnikamiz turgan manzili Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ishga soz holatda turibdi. Traktorda maslasini qidirib yurgan akalarimizga ushbu videoda jo'natib qo'yasizlar. Texnikamiz balishni bo'ladi, 82 dan bo'ladi. Texnikamizda konsnerlari bor, texnikamiz umuman rasxodlari yo'qdan shuni borib ishlatverasizlar. Texnikamiz konsnerda turibdi. Dehqon texnikasidan bo'ladi. Motorda hech qanaqa rasxodlar yo'q, zatimiz korobkalarga kulish tegmagan. Texnikamiz salon holatlari ham juda zo'r holatda qilib qo'yishgan. Texnikamiz shu akamiz minamiz deb o'zlarini navorot qilib qo'yishgan, o'zlariga yarasha qilib. Texnikamizda magnitofon, konsnerlari ishlab turibdi. Umuman ayb rasxodlari yo'qdan, ishlari ham cho'tk holatidan ko'rib turibsizlar, umuman bukilib netmagan. Texnikamiz dokumentga keladigan bo'lsak, sразу dokument nomlarini o'tiradi, muammosi yo'q. Texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, ishlagan soati 1900 soat ishlagan. Bu texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak, 290 million kami bor. Albatta, kami bor. Dehqon texnikasidan akamiz telefon nomerlari yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar. Shu texnikamiz video oxirigacha ko'rsatlaring, yurgizib ham ko'rsatib beramiz. Aka bu tomonlardan yaxshilab o'sha kerakli ertinob o'zingiz uchun beraverasiz. Uzoq yaqindan kelayotgan akalarimiz qanday texnikaligini bilib, ko'rib kelsin degan maqsadda tez va sifatli sizlar uchun ko'rsatib chiqaramiz. Texnikamizda hech qanaqa ayb, rasxod, kamchiliklar yo'q. Shuni borib ishlataverasizlar, pullaringizni topaverasizlar. Texnikamizni akamiz telefon nomerlari yozilgan, qiziqqan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Aka yurgizing. Shu texnikamiz yurdi, ko'rib turibsizlar. Shu yerda o'zida ishlar uchun ko'rsatib texnikamizda ko'rib turibsizlar, orcha shovqini yo'q, motor holatlari ham tekis holatda ishlab turibdi. Bo'ldagi. Shunday 82 balishni o'z qidirib yurgan akalarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yasizlar. Podpishka uchun like bosib qo'ysalaring, sizlardan xursand bo'lamiz. Yaqinlar kimga qanaqa texnika kerak bo'layotganini albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Shunga qarab sizlar uchun texnikalarni qo'yib chiqarib boramiz. Jo'llaring sog' bo'lsin, xudo xolasa hammalar bilan yaxshi kunlarda ko'rishaylik.